Odalari o'g'il qiz avlodlarini solih va solihalardan qilib tarbiyalasinlar. Xosatan avvalan o'zlari solihlardan bo'lsinlar. Albatta ularga omonlik, Allohning rahmatlari to ro'zi qiyomatgacha borib turadi, marhamat qilganlar. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan mana dinimizning ulug'lari mana shu Hazrati Imom dahasida xizmatda bo'lib, xalqimizga, yurtimizga dinimizni shu kunga qadar mustahkam bo'lishga sababchi bo'lgan, qalban xizmat qilgan ulug'larimiz bor. Duolarimizda zikr qildik. Otamiz rahmatli Shayx Abdurashid Qori Hazratning ustozlari, Eshon Boboxon Hazratlari, xosatan Ziyoddinxon Eshon Hazratlari nihoyat darajada dinimiz uchun qalban qalqon bo'lib xizmat qilishgan. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan qiyinchilik davrlarida qo'llarida cho'g' bilan, bir qo'llarida Qur'on bilan xizmatda bo'lishgan. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan otamiz rahmatli ko'p aytardilarki, men dunyodan o'tgandan so'ng o'g'lim, agar senga mana shu mu'min musulmonlarga xizmatlik qilish nasib qilsa, minbardan turib ana shu ustozlarni haqqiga duo qilgin, ularni eslagin, ularni haqqiga duo qilginki, ularni duolari bilan mana ham ruhlarim shod bo'ladi, marhamat qilgan edilar. Ana shu vaqtda qiyinchilik davrlarida ustozlari ko'zlari ojiz bo'lgan vaqtda Shayx Ziyoddinxon Hazratlari otamizni va hamda Ko'kcha dahasida xizmatda bo'lib turib, hozirgi kunda ozgina betob bo'lib turgan Rahmatulloh qor akamizni va mana shu masjidda xizmatda bo'lgan otamizning eng yaqin do'stlari Karimullohxon qor akalarimizni chaqirib, kitoblarini boshqatdan esga olishlik uchun shu kitoblarni o'qib bersanglar, men eshitib ana shu kitobdan masalalarni yana ham xotiramga takrorlab olaman deb chaqirar ekanlar. Ana shu shogirdlari Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan mana xalqimiz eshitgan, bilishadi. Nihoyat darajada darajalari yuqori bo'ldi. Sababi nimadan? Ustozlarini duolarini olganligidan, ustozlarini haqqiga duoy xayrda bo'lganliklaridan, ustozlarini o'rgatgan o'g'itlari bilan bir chiroyli halollikda xizmatda bo'lganliklaridan azizlar. Otam rahmatli aytadilar, Karimullohxon qor akamiz bilan birgalikda Buxoroda bir arabda dars olgan vaqtlarida ana shu vaqtda ham ozgina qiyinchilik bo'lgan ekanki, hamxonalarning orasidan ularni kechqurun svetni yoqib dars qilganligini haqida aytib qo'yishar ekan. Ya'ni yomon ma'noda. Kechasi bilan svet yoqib turadi deb. Ana shu narsadan qochishlik uchun har ikkovlari madrasani tomiga chiqib oyni yorug'ligida dars qilishgan ekan. Ana shunday zotlar bo'lgan azizlar ular. Qalban iymon bilan Alloh subhanahu va taolodan duo so'rab, Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa xalqimizga bir chiroyli go'zal xizmat qilaylik deb haqiqatdan ham ana shunday bir qo'llaridan kelgancha xizmatda bo'lib o'tdilar. O'tganlarimizni xotiralash, o'tganlarimizni eslashlik ana shunday bir chiroyli go'zal xotiralar bilan bo'lsa, albatta azizlar, Allohning rahmatlari ziyoda bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan Qur'oni Karimda marhamat qilindiki, o'zlarida ehtiyoj bo'la turib, boshqa muhtojlarni o'zlaridan ustun qo'yadi. Kimki o'z nafsi baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar oxiratda najot topuvchilardir deb Hashr surasining 9-oyatida Alloh taolo marhamat qildi. Ya'ni hayotda istiqomatda bo'lganlar uchun ham insoniyat, mu'min musulmon odamlar silai rahmda bo'lish kerak ekan azizlar. O'tganlarni ruhlarini shod qilaman degan odam hayotdagi qadrdonlarini ham, hayotdagi istiqomatdagi yaqinlaridan ham xabardor bo'lishiga ham bu eng go'zal amallardan ekan azizlar. Gohida mahallalarda eshitib qolamiz, yoshi ulug'larimiz aytadiki,
to'g'ri o'tganlarimizda ham xotiraga olaylik. Lekin mahallalarda bor qiyinchilikka holatida bo'lib turgan, ozginagina Alloh taoloni sinovida bo'lib turganlarni ham esga olaylik deb baraka topsin mahalla raislari, ularning faollari va mahalladagi nuroniylar eslab turishadi. Ana shu holat ham azizlar eng go'zal amal ekan. Ya'ni mahallalarimizda beva bechoralar bor, do'stlarimizda ichida qiynalganlar bor, ozgina ularni boshiga yetib turgan sinovlar bor. Ana shu sinovdagi do'stlarimizga, yaqinlarimizga, qo'shnilarimizga ham yaxshilik qiladigan bo'lsak, eng xayrli amallardan ekan azizlar. Ana shu o'tganlarni eslashlik darajotidagi ulug' marhamat ekan azizlar. Minglab yetimlarning boshini silash, ularga ota-onalik qilish va jannatga yetaklovchi buyuk amallarni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday qilib xushxabar berganlarki, yetimni o'z qaramog'iga olgan kishi jannatda men bilan mana shunday yonma-yon turamiz deb ikki qo'llari bilan ko'rsatgan ekanlar. Shuning uchun azizlar, Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan kimga biron bir qiynalgan inson uchrasa, yetimlar qo'shni bo'lib qoladigan bo'lsa, qarindosh urug'larining ichida ana shunday insonlar bo'lib qoladigan bo'lsa, do'stlarining ichida shunday insonlar bo'lib qoladigan bo'lsa, azizlar, ularga e'tibor berishimiz eng ulug' savob va eng buyuk ibodatlardan ekan azizlar. Hozirgi holi hayotimizda hayot jadal ketib turgan vaqtda ko'pchiligimiz haqiqat bu azizlar esdan chiqarib qo'ydik. Ko'pchilik masjidimizga keladi. Taqsir, men falon korxonaning rahbari bilan, men falon korxonaning ish yurituvchisiman, bir qiynalgan insonlar bormi deganda ularga men savol beraman. Ularga ko'rsatamanki, ana shu korxonangizda ishlab turgan ishchilaringiz ichida ham bor shunaqa narsalar. Nimaga u yoqdan so'ramay bu yerga keldingiz deganda o'ylanib qolishadi azizlar. Shuning uchun rahbarlarimiz, ya'ni xususiy tadbirkorlarimiz bo'lsin, hukumatimizda ishlab turgan ulug' xizmatda bo'lib turganlar bo'lsin, ana shular ehson qilishni xohlasalar, ana shu qo'l ostilaridagi insonlardan boshlashlari eng go'zal amal. Mana ertaga Allohning marhamati bilan Qurbon hayitida qurbonliklar qilamiz. Qo'ylar so'yamiz Allohning roziligi uchun. Ana shu vaqtda avvalan yonimizdagi qo'shnimizni ichida qiyinchilikda turganlarni eslashimiz kerak azizlar. Keyin atrofdagi do'stlarimizni o'ylab chiqishimiz kerak va undan keyin boshqalariga ehsonlarimizni berishimiz eng go'zal sifatlarimizdan azizlar. Ko'pchilik ko'r-ko'ronalik bilan o'ziga to'q insonlarni chaqirib, o'ziga to'q do'stlarini chaqirib, men qurbonlik qildim, kelinglar mana ziyofat qilaman deb ana qiladi-yu, yig'ilish qiladi. Mayli Alloh taolo ularning mehri oqibatini mustahkam qilsin. Lekin xayri ehsonga muhtoj insonlarni qalbini quvontiradigan bo'lsalar, yetim beva va bechoralarning qalbini quvontiradigan bo'lsalar, ana shu qilgan qurbonliklarini yana ham darajasi yuqori bo'ladi azizlar. Yana ham Allohning rahmatiga ega bo'ladilar. Bilib bilmay qilgan gunohlariga kaforat bo'ladi ana shu amallari. Ana shuning uchun azizlar, shu narsalarga e'tiborda bo'lib, qo'llarimizdan kelgancha bir xayrli amallarni atrofimizdagi qiynalgan insonlar bilan baham ko'rib, Allohning rahmatiga, barakotiga shukronaliklarni etib, Alloh taolodan yaxshiliklarni qiladigan bo'lsak, o'tganlarimizning ruhlari yanada, ya'ni xotiralarini, ularni ruhlari yana ham shod bo'lar ekan azizlar. Qurbonlik vaqtida dunyodan o'tgan ota-onalarining nomidan ham qurbonlik qilsa, Allohning marhamati bilan o'tar ekan azizlar. Otam falonchi o'g'li falonchining nomidan qurbonlik qildim deb, ya'ni imkoniyati bor inson ana shu narsani ham amalga oshirsa, o'tgan otasi, onasi xuddi tirik holatda qurbonlik qilgandek ajr savobga ega bo'lar ekan azizlar. Qarang, dinimizda ana shunday bir
ulug' darajoti, dinimizdagi yengillik. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan Alloh taolo Qur'oni Karimda yana shunday bir marhamat qilgan. Robbingiz uning o'zigagina ibodat qilishingizda hamda ota-onangizga yaxshilik qilishni amr qiladi. Agar ularning biri yoki har ikkisi huzuringizda keksalik yoshiga yetsalar, ularga uf demang va ularni jerkma. Ularga doimo yoqimli so'zni ayt. Ularga mehribonlik bilan xorlik qanotini past tutgin va aytginki, ey Robbim, meni ular go'daklik chog'imda tarbiyalaganlaridek sen ham ularga rahim qilgin deb Alloh taolodan, ya'ni duo so'rashimizni Alloh taolo o'zini kalomi majidida marhamat qilib turibdi azizlar. O'zimiz farzandlarimizni oldida ota-onamizga qanday muomala qilsak, ularga qanday e'tibor bersak, farzandlarimiz ham siz va bizlardan nima oladi? Andoza oladi. Shuning uchun xosatan ota-ona o'zini ulug' oilasini, xonadonini farishtalari bo'lgan ota-onalari hayot bo'lsa, ularga chiroyli muomalada bo'lib, avvalan hamma quvonchni, hamma xursandchilikni ota-onasi bilan baham ko'rib, avlodi, farzandi, zurriyotlarning oldida ota-onasidan duo oladigan bo'lsalar, ular hamisha aziz bo'ladilar. Ikki dunyoda ham aziz bo'ladilar. Ulardan keyingi avlod, o'g'il qizlari ham ana shu ota-onalarni qilgan yaxshi amallari bilan ular ham ota-onalariga minglab, milliardlab barobarida nima qiladilar? Yaxshilik qiladigan avlodlardan bo'ladilar azizlar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Ustozlarimiz ko'p aytishardi. Alloh taoloni eng suygan bandalari bir-birlariga silai rahmda bo'lib, bir-birlariga yaxshi muomalada bo'lib, mehri oqibatda bo'lib, istiqomatda bo'lganlaridir deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p da'vat qilganlar. Shuning uchun azizlar, dunyoga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, ozgina umr. Bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Mana masjidimizda xizmatda bo'lib turgan bir qancha ulamolarimiz, yaqinlarimiz, jamoatdagi otaxonlarimiz, aka-ukalarimiz yaqin kunlarda bor edilar. Mana hozirgi kunda ular yo'qlar. Allohning amri bilan Allohning huzuriga qaytdilar. Masjidimizda xizmatda bo'lib turgan, qo'llaridan kelgancha mana jamoatga yaxshi kunlarda xizmatda bo'lib, o'zlari boshqa masjidda bo'lsalar ham gohida kelib mana shu joyda xizmatda bo'lib turgan Abdurahmon qori ukamiz ham dunyodan o'tdilar. Ulardan avval mana shu Tillashayx masjidi jomida xizmatda bo'lgan, xalqimiz uchun, mana shu Hastimom uchun juda ham taniqli bo'lgan qorakalarimizdan Muhammad Rizo qorakamiz ham o'tdilar. Masjidimizga xizmatda bo'lib, tashqarida masjidimiz uchun qo'lidan kelgancha insonlarni yaxshilikka da'vat qilib o'tgan Bahrom hoji akamiz ham o'tdilar, mutavallimiz. Ana shunga o'xshab azizlar, hammamiz dunyoda vaqtinchamiz. Hammamiz dunyoda Alloh taoloning irodasi bilan imtihon uchun keldik. Biz ham yaxshilik bilan xotiralanishligimiz uchun yaxshilik bilan istiqomatda bo'laylik. O'zimizdan ulug'larimiz, ota-onalarimiz qoldirgan yaxshi amallarni yana izlarini ko'paytirib, o'zimizdan keyingi avlodlar, o'g'il qizlarimizga ham ana shu narsalarni meros qilib qoldirsak, Allohning rahmatlari bo'ladi azizlar. Mana uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimiz bor. Ziyoratga kelib, mana bunday chiroyli joylarni hukumatimiz rahbari, prezidentimiz boshchiligida bu joylarni darajasi yana ham yuqori bo'ldi. Hazrati Imom degan nomni mana ko'rinishi, ulug'larni mana shu joyda yotganligi, ulug'lar bu yerdan chiqib ilmlar olib xalqqa xizmat qilganligini bir ko'rinishi azizlar. Mana shu joyda istiqomatda bo'lgan bir qancha masjidimiz uchun, xalqi uchun, mahallasi uchun yaxshilik qilgan insonlarimiz bor. Otamiz Abdurash qori hazrat
va Karimullohxon qorakalarimiz masjidda xizmat qilgan vaqtlarida tilla shayxda bo'lsin, mana shu masjidlarda bo'lsin, xizmatda bo'lgan vaqtlarida mahallalarimizda o'zlariga to'q bo'lgan, iymoni mustahkam bo'lgan, avlodlarini haqqida duolarda bo'lgan bir qancha otalarimizni, ahli ilm ulamolarning do'stlari bo'lgan. Ulardan biri Jorillohxon hoji otamiz, mana yaqinda dunyodan o'tgan Ahmadjon hoji ota va bir qancha mana shu mahallalarda istiqomatda bo'lib, qo'llaridan kelgancha masjidlarni obodligi uchun, xalq mahallani obodligi uchun xizmatda bo'lgan ulug'larimiz bo'lgan. Ana shularni imomlarimiz bilan bo'lgan, xalqimiz bilan bo'lgan hamjihatligi tufayli azizlar har namozda eslaymiz ularni. Ularni haqqiga duolarda bo'lamiz. Albatta bu Alloh taoloning marhamati bilan ularni qilgan yaxshi amallari orqasidan. Siz va bizlar ham mana shunday bir yaxshi amallar bilan, xayrli ishlar bilan istiqomatda bo'ladigan bo'lsak, siz va bizlarni ham albatta eslashadi. Falonchi desa eshitib qolsa, falonchimi nihoyat darajada yaxshi inson edi. Mahalladan o'tganda Allohning rahmatlari, nurlari yog'ilib ketardi. Nihoyat darajada bizga bir yaxshi gaplarni gapirardi. Qo'lidan kelgancha chiroyli nasihatlar qilardi. Qo'lidan kelgancha xayr ihsonlar qilardi deb eslaymiz azizlar. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan Alloh taolo har birlarimizni dunyoga vaqtincha omonat qilar ekanki, dunyodan o'tar ekanmiz, Alloh taoloning huzuriga ketar ekanmiz, dunyoni vaqti va soatlarini g'animat bilaylik. Va hamda o'zimizdan keyingi avlodlarga yaxshi ilm berib, ularni solih va solihalardan qilib, siz va bizlar dunyodan o'tgandan so'ng ham yaxshiliklar bilan eslaydigan, bir chiroyli amallar bilan istiqomatda bo'ladigan qilib tarbiya qiladigan bo'lsak, dunyo oxiratda ham Alloh taolo aziz qiladi azizlar. Mana xotira yaqinlashdi, ertaga xotira kunlari. Alloh taoloning marhamati bilan farzandlarimiz, do'stlarimiz, yaqinlarimiz qabristonlarga borib, qabristonlarni pokizaligiga e'tiborda bo'lsak, otalarimiz, onalarimiz, bobolarimiz yotganlarini, joylarini bir chiroyli holatda tozalab, obod qilishlikka ham e'tiborda bo'ladigan bo'lsak azizlar, bu ham juda katta savob, juda katta Allohning rahmati azizlar. Qabristonni ziyoratlarini eng go'zal sifatlaridan azizlar. Inshaalloh mana shu narsalarga ham e'tiborda bo'laylik. Poklikda istiqomatda bo'laylik. O'tganlarimizda ham ruhlarini shod qiladigan xayrli ibodat, duo, iltijolar bilan bo'laylik. Mana bugungi ulug' ayyom, fazilatli daqiqalarda Allohning rahmatiga ega bo'lib, Alloh taoloning marhamati bilan sihat salomatligida masjidi jomida jam bo'lib turibmiz. Bu juda katta Allohning marhamati. Mana shu o'tirishligimiz, mana shu jam bo'lishligimizni Alloh taolo jannatlarda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni jamoatida bo'lishimizni nasib aylasin. Mana daqiqalardan, vaqtlardan foydalanib sizlarga bir ozgina jamoatda bo'ladigan ozgina bir xalqimiz tomonidan berilgan e'tirozlar va bizdan so'ralgan bir yaxshi so'zlar bo'ldiki, mana shu juma vaqtida bo'lsin, boshqa namoz vaqtlarida bo'lsin azizlar, o'sha oxiridan odamlarning orasidan ularni bezovta qilib o'tmaylik. Buni bilamiz. Biz faqat eslatib qo'yamiz. Sababi biz imommiz, sizlarga imomatlik qilamizki, imomlikda, ibodatda bo'ladigan qonun qoidalar haqida ham eslatib turamiz. Shu orqadan kelib shu joyga kelishni kech kelmasdan Alloh taolodan savob umidida keladigan otaxonlarimiz bo'lsin, aka-uka do'stlarimiz bo'lsin, avvalroq kelsalar birinchi safga kelsinlar. Kech qolsalar, ana shu joyda o'tirsalar, qalbidagi o'ylagan ana shu maqsadiga birinchi safda ibodat qilganidek Alloh taolo ajrni beradi azizlar inshaalloh. Shu narsalarga ham e'tiborda bo'laylik. Va hamda mana chiroyli go'zal holatda ta'mirlashdi. Tahoratxona odoblarini ham bilaylik. Tahoratxonadagi xizmatkorlar, ya'ni xizmatchilar, xodimlar ham ana shu joyni pokligi uchun xizmatda bo'lib turibdi. Baraka topishsin.
ana shu narsaga biz ham yordam beraylik. Qandoq? Tahorat qilishni go'zal holatda qilaylik. O'zimizdan keyin kiradigan insonlarni qalbini ortadigan ish qilmaylik azizlar. U ham dilozorlikka kiradi. Tahoratingizni savobi ketib qoladi. Ko'pchilik chiqib qoladi shu joydan. Foraka, iltimos, masjidda, jamoatda jam bo'lganingizda shuni ayting, tahoratxonalarni go'zal qilib qo'ydi mana hukumatimiz. Endi buni avaylab, aslab, chiroyli holatda mu'min musulmon sifatida poklik bilan ushaylik. Albatta shuni eslatib qo'ying deyshadi. Azizlar, shu narsaga ham e'tiborda bo'laylik. Barchalarimizni ushbu kunda har bir bosib kelgan qadamlarimizga ajri azim hasanotlarni ziyoda qilsin. Hammalarimizni ezgu maqsadlarimizga Alloh ziyodalik bilan erishtirsin. O'tganlarimiz, ustozlarimiz, nomlari zikr qilingan, zikr qilinmagan hamma ulug'larimizni ham Alloh taolo oxiratlarini obod, ruhlarini shod aylasin. Duoga yozganlar bor ekan, shularni o'qisalar.